Assalamu alaikum qarindoshlar. Bugun 2020 yili 1-oyning 2 kuni. İsmim Irshad Abdulahad. Vatanimizdan Xotan shahridan. Bu yil 22 yosh. Men dadam akam haqida qayta guvohlik bermoqchi. Bu mening dadam Abdulahad Juma. Bu yil 60 yoshga kirdi. 2017 yili 1-oyda uydan chiqib ketgan. Oxirgi qitim olgan xabarimizda dadamga 18 yil turmaga hukm qilinganligini bildim. Ammo hozirgacha nima sababdan turmaga hukm qilinganligini, 3 yildan beri salomatlik ahvolining qanday ekanligini hech qanday xabar olmadim. Bu mening kichik akam Abu Bakr Abdulahad. Bu yil 29 yosh. Akam bilan o'xshash 2017 yil 4-oyda uydan chiqib ketgan. Akamnimi oxirgi olgan xabarimizda 10 yil turmaga hukm qilinganligini bildim. Ammo hozirgacha nima sababdan hukm qilinganligini, salomatlik ahvolining qanday ekanligini bilmadim. Akam Urumchidagi noma'lum bir turmada ekan. Akamni turmaga chiqib ketishdan 1 oy burun akam cho'ng operatsiyaga tushgan. Böbrek operatsiyasiga tushgan. Akamning salomatlik ahvoli intayin nachardi. Shu havolda akamni chiqib ketdi turmaga. Akam turmaga chiqib ketilgandan keyin yetarli davolanish ko'rdimi? Salomatlik ahvoli qanday? 3 yildan beri salomatlik ahvoli nerdangacha hech nimani bilmadim. Akamning burundan salomatlik intayin nachardi. Har vaqt davolanib turishga muhtojdi. Ammo 3 yildan beri hech qanday xabarni olmadim. Men her tarafdan muxbirlar bilan, kanallar bilan xush bo'ldim. İnşallah bugün ichida boshqa tildan guvohlik beraman. Yaqinda boshqa kanallarga chiqib guvohlik beraman. Mening dadam bilan akamningki salomatlik ahvolining qanday ekanligini bilish, nima sababdan turmaga hukm qilinganligini bilish huquqim bor.